Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana navbatdagi ishimizni boshlaganmiz. Elektrik ishlarimiz shtrabada ketyapti. Normalda chizmada kesib qo'yganmiz joylarni litovka qilib, xudo xolasa TV'si o'rnida освещение boshqaruv joylari. Shitni mashitga hovliga o'rtaga qo'ydim. Hovliga to'g'ri. Mana shu shitimiz bilan chizib razmerlarini olib qo'ydik. Tepada Wi-Fi turbachadan sim tushib keladi Wi-Fi'larni. Xo'p, o'tiradigan joy. Inshaalloh bu obyektlarimiz bitgandan keyin tavsiya qilib qo'yamiz. Shamol aylanishga orqa hovlida qilingan. Juda katta uy. Hozirgi zamonaviy uylardan. Kimga elektrika, santexnika xizmatlari kerak bo'lsa, mini ekskavatorda transheya xizmatlari kerak bo'lsa, bunaqaga chiqaverasizlar.